Abu Bakr Siddiq radiyallahu anh o'ylab boqayli. Nima qiladi sahaba? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anh qanday ish qiladi dunyoda? O'zining shuncha kambag'al har kuni qo'yni asho nimani sig'ib, sutni sig'ib beradigan kambag'al qo'shnisi bor Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu'niki. Xilofatlik mansibiga chiqqandan keyin kambag'al qo'shnisi bu yerda ansirab amdi xalifalik mansibini oldi, amdi atidan boshlab bizga sut sig'ib beradigan bu sut saqquchimiz yo'q bo'ldi deb ansirgan edi. Ammo dal aksi bo'ldi. Ish chekildi, ishni qizi berib oshqandan hayron qoldi. Ya ana, bu bizning ishga sut saqquchimiz yana sut akab kelibdi dedi. O'ylab boqayli. Qanday yashagan edi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Xalifalik musulmonlarning xalifasi bo'lgan inson yani burun qanday qilayotgan bo'lsa xalif bo'lgandan keyin yana at deganda yana chiqib yana shu sutni sig'ib shu kambag'alga akirdi xalifa. O'ylab qo'y. Shuning uchun Qur'oni Karimda uning dunyoda shunday yashaganligi uchun Alloh shunchalik ulug' qildiki, dunyoda ham ulug' bo'ldi. Va Qur'oni Karimda Rasuli bilan tilga ilindi. Qur'oni Karimda mangu tilga ilindigan shunday mu'minlardan bo'ldi, qadrli qardoshlar. Qanchalik Rabbimizni qanchalik ulug'laydi ekanmiz, qanchalik kamtar bo'ldi ekanmiz, qanchalik yashaydi ekanmiz, shu hayotimizni yashagan kuchliq Alloh subhanahu va taolo bizni shunchalik ulug' qildi. Yoki dal aks